Assalomu alaykum. Mening ismim Pardaboyev Oybek Bahodirovich. Toshkent shahrida joylashgan nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazi reabilitolog shifokoriman. Reabilitatsiya holatini maksimal darajaga chiqarish uchun o'zining katta o'rniga ega bo'lgan ergoterapiya haqida bugun qisqacha sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ergoterapiya o'zi nima uchun kerak va amaliy jihatdan bizga va bemorlarga nima yordam beradi? Shu haqda biroz to'xtalamiz. Reabilitatsiya bu bor funksiyalarni qayta tiklash bo'lsa, ergoterapiya shu funksiyalarni maksimal darajada yana ham rivojlantirib, kundalik hayotda, jamiyatda va hayotning boshqa qismlarida kerak bo'lgan funksiyalarni tiklash va jamiyatga qo'shilish uchun ishlatiladigan chora-tadbirlar jamlanmasi bu ergoterapiya deyiladi. Bemorimiz Tolibjon misolida bu narsani ko'rsatib beramiz. Tolibjon hozirgi kunda 18 yoshda. Bundan bir necha yil oldin bemorimiz bo'yin jarohati olgan va bo'yin jarohati oqibatida tetraparez holati yuzaga kelgan. Ya'ni qo'llar va oyoqlar butunlay harakatsiz holatga kelgan. Shifokorlarimizni sa'y-harakatlari va bemorni yaqinlarining sa'y-harakatlari bilan bemorimiz operatsiyadan keyin, jarrohlik amaliyotdan keyin sekin-sekinlik bilan o'zini hayotiy funksiyalarini tiklagan. Hozirgi paytda bemorimizni qo'l funksiyalari deyarli to'liq tiklangan. Qo'llaringizni bir harakatlantirib ko'rsatib bering. Mana harakatlar 100% demasak ham 90% dan yuqori darajada o'z funksiyalarini bajarib turibdi. Hozirgi kunda bemorimiz bemalol kiyina oladi, pardoz qila oladi, ovqatlana oladi va qo'l harakati bilan bog'liq hamma mashqlarni bajara oladi. To'g'rimi? To'g'ri. Tolibjon 2022-yil bo'yin jarohati olgandan keyin shu tetraparez, ya'ni qo'l va oyoqlar harakati sustlash holati yuzaga kelgan va bu holatni yaxshilash uchun jarrohlik amaliyoti va jarrohlik amaliyotidan keyin medikamentoz davo va kompleks davolar o'tkazilgan. Bu davolarga yana ham ko'mak bo'luvchi va asosiy o'rin egallovchi reabilitatsiya mashqlari buyurilgan. Bu mashqlarni hozir birma-bir ko'rsatib beramiz. Qo'l yordamida, ikkala qo'l yordamida yasalgan apparatimizni ushlab aylantiramiz. Sekin-sekin. Bu faqat qo'l barmoqlari, qo'l bo'g'imlari emas, yelka bo'g'imlarining harakatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Sekin-sekin harakat qilamiz. Ham kichik bo'g'imlar, ham katta bo'g'imlar harakatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi bu mashqimiz. Keyingi mashqimiz kichik bo'g'imlar harakatini maksimal darajaga olib keluvchi bolalar koptokchasidan foydalanishimiz mumkin. Bemor bunaqa holatda biz eng yumshoq, nagruzkani kam beradigan bolalar koptokchalaridan foydalanamiz. Bitta mashq bajarib ko'rsatib bering. Sekin-sekinlik bilan. Mana 3 yil davomida Tolibjon yaxshi shug'ullangan, ahvoli yaxshilangan. U davrda hozirgidek mashqlarni kuchli darajada bajara olmagan. To'g'rimi Tolibjon? To'g'ri. Bu koptokchani deyarli hamma joyda topish mumkin. Bemorlar bu mashqni ehtiyotkorlik bilan o'z holatidan kelib chiqib individual tarzda bajarishlari kerak bo'ladi. O'zini juda ham kuchli toliqtirib qo'ymagan holatda. Keyingi mashqimiz bo'yin jarohatidan keyin qo'lni ushlash funksiyalari, boshqarish funksiyalari juda ham qiyin holatda bo'ladi. Shuning uchun uy anjomlari, oshxona anjomlaridan foydalanish u holatda juda ham qiyin bo'ladi. Biz nima qilamiz? Kerakli bo'lgan oshxona anjomlarini bemorga moslashimiz kerak bo'ladi. Masalan, vilkani ushlagich qismini imkon qadar bemorni ushlash holatidan kelib chiqqan holatda yog'ochga moslama qilingan. Ushlab, ehtiyotkorlik bilan ovqatlanish holatini, mashqlarni bajartirib o'rgatamiz. O'sha paytda qiyin bo'lgani ingichka narsalarni ushlash. Hozirgi paytda bu funksiyalar tiklangan.
Bundan tashqari bemorimizni aynan nima ish bilan shug'ullanadi, nima ishlarni bajaradi, kundalik hayotda qaysi jihatlar kerakligini hisobga olishimiz kerak va shundan kelib chiqib o'sha anjomlar ish jarayonida kerak bo'ladigan yoki hayotiy jarayonda kerak bo'ladigan anjomlarni bemorga moslash kerak bo'ladi. Hozirgi mashqimiz turli diametrdagi tayoqchalarni o'z joyiga qo'yishlari kerak bo'ladi bemorimiz. Buning uchun tayoqchalarimizni bemorga yaqin masofada aralashgan holatda qo'yib beramiz va bemorni yaqinlaridan bunaqa holatda iltimos qilamizki, mashqni bajarish davomiyligini ham kuzatib borishlarini. Masalan, birinchi marta hozir Tolibjon mashq bajaradilar. Hamma o'z hajmidagi tayoqchalarni joyiga qo'yish va biz vaqtni zasikать qilamiz. Qancha vaqt davomida bu mashqni bajaradi. Qani boshlaychi. Ehtiyotkorlik bilan, shoshilmay. Aha. Не по размеру. Aha. Bemor birinchi kuni bajarayotgan vaqti bilan keyingi kun bajarayotgan vaqtlarida o'z-o'zidan farq bo'ladi. Odatda bu yaxshi tomonga o'zgaradi, ya'ni qisqa vaqt davomida tayoqchalarni o'z joyiga taxlab, tartibga solib beradilar. Bundan biz xursand bo'lishimiz kerak. Bemorimiz harakatlari, sog'lomlashish jarayoni biz o'ylaganda reja asosida ketyapti. Agarda bu holat kuzatilmasa, biz qattiqroq boshqatdan o'ylab ko'rishimiz kerak. Davolash jarayoni, mashq jarayonlari noto'g'riligini. Va bu noto'g'rilikni biz chuqurroq diagnostika qilib, chuqurroq bemorning holatini o'rganib, muammoli holatni topishimiz kerak bo'ladi. Rahmat. Aynan qaysi mashqni bajarganingizni ko'rsatib bering. Men operatsiyadan chiqqandan o'sha 2022-yil 6-iyun kuni bir sutka ichida operatsiya bo'lganman. Bo'yim ortqa o'mirtkaga 6-7 temir qo'yilgan. Xo'p. O'shanda operatsiyadan keyin men qo'limga shunaqa narsalar berishgan. Negaki noziklashib qolmasligi uchun, kuch yo'qolmasligi uchun. Men shularni to'liq ishlaganman oxirigacha. Ularni ko'p ishlash tavsiya beraman albatta. Sog'lomlashishlarga yordam beradi sizlarga. Manga bo'lganlaricha yordam beradi shular. Xo'p. Tayoqchadan tashqari bizni ko'pchilik uyda shaxmat shashka donachalari bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mashqni boshqacha shakli shaxmat shashkani joyiga terish. Joyiga terib beringchi. Молодцы. Mana bemorlarimizda mana shu mashqdan keyin hamma tomonlama bemor uchun ijobiy holat. Erta reabilitatsiya davri bo'lganda, ya'ni jarohatdan keyingi erta davrda shu mashqlarni bajargandan keyin Tolibjonda ham toliqish holatlari bo'lishi mumkin edi. Tolibjon muntazam ravishda tanaffuslarsiz mashqlarni bajarib kelgan. Shuning uchun chiniqish jarayoni juda ham yaxshi ketgan. Buning uchun Tolibjonning o'ziga va yaqinlariga rahmat aytish kerak, qolaversa tibbiyot xodimlariga. To'g'rimi? Mashq jarayonlarini o'zi oyna orqali kuzatib turish. Faqat tashqi tomondan boshqa odamlar emas, o'zi ham oynada kuzatib, harakatlarni to'g'ri bajarayotganligini kuzatib, boshqarib turishlari mumkin. Shuning uchun imkon qadar shu jihozlardan tashqari oynani ham o'z xonasiga yoki shug'ullanadigan xonasiga qo'yishlarini tavsiya beramiz. Qani ikkinchi tomonni ham terib beringchi.
Rahmat, молодец. Boyaga nisbatan tezroq yig'dilar. Zo'r. Bu mashq faqat harakatga emas, fikrlashga ham yuklama beradigan mashq. Shuning uchun fikrlash jarayoni maksimal darajadagi bemorlarga bu mashqdan foydalanishga tavsiya beramiz. Kichkina muammolar o'z-o'zidan qanaqa bo'ladi, joylashadi. Mana ikkitasi joylandi. Endi qaysi biri katta? Ikkita katta, uchinchi katta, to'rtinchisi qaysi? Qo'ying. Oson. Xo'p, hozir bajarilgan 5 ta mashqni bemorning individual holatidan kelib chiqib tavsiya beramiz. Qaysi mashqda qiynalish holatiga qarab, uni ketma-ketligi va davomiyligini belgilaymiz. Yangi jarohat paytlarida bemorlarimiz bu mashqlarni bajarishda qiynalishi va bajarish davomiyligi uzoq bo'lishi mumkin. Bu holatdan kelib chiqib, har bitta bemorni o'ziga mos ravishda belgilab berilishi kerak. Kalik vaqtni hisobga oladigan bo'lsak, aynan shu mashqlarni shu anjomlar yordamida yoki shunga o'xshash uy sharoitida foydalanish mumkin bo'lgan turli xil anjomlardan foydalanib, shu tipdagi mashqlarni 4-5 mahal bajarishni tavsiya beramiz. Faqat bemor toliqib qolishi, qiynalib qolishi va ahvoli og'irlashib qolmasligini hisobga olgan holatda bu mashqlarni kamida 4-5 marta bajarilishi kerak. Bemor ahvoli yaxshilanib, shu mashqlarni yana ham ko'p bajara olsa, bu davomiylikni yana ham ko'paytirishimiz mumkin. Bu mashqlarni bajarish davomida bemorlarda turli xil o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Og'riq, bezovtalik, yurak urib ketishi, nafas o'zgarishi va boshqa turli holatlar. Bunday holatlar yuzaga kelganda bemor mashqlarni o'sha paytning o'zidayoq to'xtatish kerak va o'zini biroz kuzatish kerak. Ahvolidagi o'zgarish yomonlashsa, yaqinlariga yoki tez tibbiy yordam xodimlariga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Ergoterapiya mashqlarini o'z vaqtida bajarishmasa, bemorlarimiz jamiyatga qo'shilish chegaralari yana ham kengayib ketadi. Ya'ni bemor yakkalanib qoladi, ahvoli og'irlashadi. Shuning uchun bemorlarimiz ergoterapiya va reabilitatsiya uchun belgilangan mashqlarni muntazam ravishda, tartibli ravishda, belgilangan vaqtda ehtiyotkorlik bilan bajarishlari kerak. Bemorimiz bo'yin jarohatidan keyingi holatda tibbiyot tili bilan aytganimizda tetraparez, qo'l va oyoqlarni harakat cheklanish holati. Xo'p, bemorimizdan hozir iltimos qilamiz qo'l harakatlarini bajarishga. Panjalaringizni ochishga harakat qilib ko'ring. Xo'p. Sekin-sekin ehtiyotkorlik bilan. Xo'p. Qo'lingizni endi sekin tepaga ko'tarishga harakat qilib ko'ring. Молодцы, yaxshi. Sekin o'zingizga qaytaring. Xo'p. Jarohatni endi svejiylik paytida, ya'ni jarohat olingandan keyingi holatda bu qo'l harakatlari bo'lmagan, to'g'rimi? Endilikda mana shu qo'llarni ko'tarish, harakatlantirish belgilari paydo bo'lgan. Hozir sochiqdan foydalanib yuzingizni artib ko'ringchi. Harakatlar qisman bo'lsa ham o'ziga mos tarzda harakatlar o'zgartirilgan, o'rgatilgan. Mana yuzlarni artib ko'rsatib beryaptilar. Yaxshi, rahmat. Hozirgi paytda telefon ham ishlatasiz, a? Ishlatib ko'rsatib bering. Qanaqa harakatlar orqali bajariladi? Xo'p. Sensor telefondan mana imkon qadar Xo'p, qo'yib turamiz. Endi yana qisqa tashxislash o'tkazamiz. Qo'l panjani biroz harakat bilan sekin ochamiz. Bunisini ham ehtiyotkorlik bilan. Endi meni qo'limni siqishga harakat qilib ko'ringchi. Yaxshi. Bo'ladi. Yana bir marta.
Hozir men qo'llarim bilan sezib turibman. Bemorimiz o'ng qo'lida harakat kuchliroq, chap qo'lda o'ng qo'lga nisbatan sustroq. Buni o'zlari ham sezadilar. Mana shu harakatlar jarohatdan keyin bormidi? Yo'q edi. Sekin-sekinlik bilan tiklandi. Xo'p. Qo'llarni qo'yamiz sekin. Uy sharoitida bunday holatda qanday mashqlar buyuramiz? Birinchi navbatda bemorning holatidan kelib chiqib, nafas mashqlarini buyuramiz. Turli xil nafas mashqlari. O'pka orqali, qorin orqali nafas olish mashqlarini davom ettirishni buyuramiz. Bundan tashqari hushtak chalishlari mumkin. Chuqur nafas oladilar, o'pkaga, qoringa va hushtak chalishga harakat qiladilar. Hushtak chalish bilamizmi? Aha, jarohatdan keyin chiqmasdi. Молодец, rahmat. Yana bir marta. Rahmat. Va diafragma, qorin mashqlari. Va o'z-o'zidan kayfiyat mashqi ham hisoblaymiz va biroz charchoq bo'lgan paytda qo'shiq aytish sizga yengillik beradi, to'g'rimi? Kayfiyatlar ko'tariladi. Aha, kuch kiradi. Albatta. Xo'p. Eng muhimi hayotga bo'lgan qiziqishni ham oshib ketadi. Yaxshi. Xo'p, yana bir mashqimiz bor. Bu oddiy bolalar o'ynaydigan havo shari, ya'ni sharda biz mashq bajarishimiz mumkin. Sharni shishirib beramiz va qo'llar yordamida voleybol o'ynashga harakat qilamiz. Xohlasa mustaqil o'zi o'ynashi mumkin yoki birorta yonidagi yaqinlari bilan yoki qarovchilar bilan birgalikda voleybol mashqlarini o'ynash mumkin. Bunda yelka mashqlari, tirsak, bo'g'in mashqlari bizga asosiy samara beruvchi effekt beradi. Yana bir mashqimiz bolalar koptokchasi. Bolalar koptokchasi yordamida kaft mashqlarini bajarish. Harakat qilib ko'ramizmi? Buning uchun bemorni kafti ehtiyotkorlik bilan sekin ochiladi. Chuqur nafas olamiz, chiqaramiz. Yana bir marta chuqur nafas, chiqaramiz. Xo'p. Chuqur nafas, chiqaramiz. Va kaftga koptok qo'yiladi. Xuddi shunaqa chuqur nafas olib chiqarayotgan paytda koptokni bosishga harakat qilamiz. Boshlanishiga bemorning o'zi mustaqil bajara olmasa, biz yordam berishimiz mumkin. Chuqur nafas chiqarayotgan paytda bosamiz. Yana bir marta chuqur nafas chiqarayotgan paytda bosamiz. Молодцы, mana endi yana ham yaxshiroq o'xshayapti. Yana bir marta chuqur nafas. Вот, молодец. Yaxshi. Bo'ladi. Charchoq bo'lmadimi? Yaxshimisiz? Xo'p. Tak, nafas mashqlari, svistok mashqlari, hushtak chalish mashqi, qo'shiq aytish mashqi, shar o'ynash va koptokcha. Mana shu 5 ta mashqni jarohatdan keyingi erta davrda bajarib turish tavsiya qilinadi. Bu mashqlarni ham ketma-ketligi, davomiyligi va bajarish tempi, ya'ni tezligi bemorning holatiga moslanadi. Har doim bemorning holatidan kelib chiqib belgilanadi. Bu mashqni bir sutka davomida 4-5 marta bajarib turish tavsiya etiladi. Ahvol qanchalik yaxshilanib borishi bilan bu mashqlarning og'irligi va intensivligi yana ham kuchaytirilib, ko'paytirib boriladi. Ergoterapiyada har bitta mashqni tanlashda bemorning holatidan kelib chiqish kerak. Uni og'irligi, ahvoli, bajara olish kuchi, tempi, kayfiyati va umumiy individual jihatlaridan kelib chiqib belgilanishi kerak.